Azizlar, ko'rib turibsiz. Kulib, xursandchilik bilan, eng asosiysi chin dil bilan mehnat qilyapmiz. Har burchakni obod qilish bu har birimizning vazifamizdir va insoniylik burchimizdir. Unutmang. Hashar qilaylik. Bugun Yashnobod tumani yanada go'zallashdi. Bunda biz san'atkorlarning hissasi borligidan juda ham faxrlanamiz. Azizlar, bu umumiy xalq hasharida siz ham faol bo'ling. Sog' bo'linglar. Hammamiz mana shu vatanning farzandlarimiz. Obod mahalla bu baxtli hayotdir. Har birimiz ozgina bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shsak, juda ham katta natijaga erishamiz. Keling, hammamiz birgalikda harakat qilaylik, a? Assalomu alaykum qadrdon yurtdoshlar. Biz san'atkorlar Yashnobod tumanida umumxalq hasharidamiz. Bu yurt bizniki, uni obod qilish o'z qo'limizdadir.